to'rtgan desanglar, masalan, to'rtsiz. To'rtsiz ham ekilgan joy. Ha, u ham даже mashina qilib o'tibdi. Mashalloh. Mana hurmatli dehqonlarimiz bu yoqda mana uzun palay qilib ekkanlar. Mana bu yerdan mana bosh kislarida hosilni o'zamiz mana sifat, hosilni sifati qanaqaligi. Mana endi bir tarafini hali tegida bu yerda bayini ochmabdilar. Baylarni ochmaganlar. Bir burchagini, ozgina joyini o'zimiz ochdik. Mana palayda turib hosil berishiga baho beringlar. Qanaqa darajada hosil? Qanaqa darajada sifat? Mana Umid aka 1 2 3 4 5-chi kisga kelibsiz a? Biz aka bir tomon ko'rasiz pomidorimiz. Yoq tarafini Mashalloh. bir tomon ko'rmadi hozir. U yoq taraf ham xuddi shu holati. Hosil ziyoda shunaqa. Ikki tarafidan mana shu to'liq qilib hosil bergan. Hurmatli dehqonlar, o'zingizlar bilib baho beringlar, qanaqa darajada bu pomidor, qanaqa hosil solishi. Bunga hech qanaqa anaqasiga virusli kasalligi hech narsaga anaqa bermadingiz, to'g'rimi? Bitta sepildi, yo'q edi bunda. Ha, bunda o'zi virus yo'q edi. Yo'q edi bunda. Boshqa qaysi kompaniyaligini aytmaymiz, boshqa kompaniyalikki bilan yonma-yon ekkanlari uchun Qo'rqinch tushadi. unga virus tushganiga bunga ham tushadi deb turib qo'rqib bunga ham berganlar, lekin bunga tushmaydi. Hozir o'shanga aytamiz, akamlarga aytamiz, imkon darajasida ochib ham chiqaring. Endi bemalol massiviy pishirsangiz bo'ladi. Mana mana shu yerda operatorimiz ko'rsatsangiz, standartligini bir tekisda, mana kisda 4 ta, 6 ta, 8 tagacha uradi, lekin hamma kisda bir xil hosil beradi. Qo'sh ham mana bir xil chiroylilikda. Batvani qalinligi, mana barg chiriga listni bekishi. Mana bundoq mamlakasiga mana ochmagan holatda bundoq ko'rsatsak, Fayzullo bundoq qilib turing. Mana ochmagan holatda ko'rsatsak, xuddi hosili yo'qga o'xshaydi. Pomidorda hosili yo'qga o'xshaydi. Lekin tegida hammasini bekitib turibdi. Sizga dehqon aka, Pastarab ana. Ha? Ertaga mashina qilamiz. Mana hozir past taraflarini ham bitta ko'rsatib, past taraflarini ham olamiz deyaptilar. Yuring, Fayzullo pastiga yuboraylik. Akamlar bitta pastini ham ko'rsatib deyaptilar. O'zlarini ham havaslari ketib, holati bo'yicha o'zlariga ham anaqa bo'lyapti mana. Voy mashalloh. Go'zal, go'zal. Mana joylarini erinmasdan qilibsiz. Alloh baraka bersin. Xayrli qilsin. 220 atrofida chiqdi hozir mana hozir. 220 atrofida. 220 atrofida ko'chatlarimiz o'sha burusti bor, bo'yi bor. Yanada ketib solaman deyapti-da, bu anaqasi bo'l. Ketadi, bu ketadi, bu soladi. Mana bular talqin 3 metr mana bu. Mana 3 metr mana bu. Hali hosil soladi bu. Mana pomidorlarimiz mana. Mana hosillar. Mana qanaqa darajada. Prosta hammasi tegida bekitib turibdi. Pomidorlarimiz yo'q-yo'q. Inshaalloh buni hozir dehqon akamizga o'zimizning maslahatimizni berdik. Imkon darajasida past barglarini ozgina ochsalar, standartni pishirib, o'sha bozorga chiqarishingizga oson bo'ladi akajon. Endi bu yog'iga o'sha pomidor narx ham berib qoldi. Xudo xolasa. Umid aka, yana bitta ikkita yangi seleksiyalarim bor. Olib kelganmiz yangi seleksiyalarni. Inshaalloh keyingi yil sizga mana operatorni oldi aytolman. Shundoq berdirtiraman bolalarga. Ularni ham bir sinab ko'ring akajonim. Xudo xolasa. Bu yoqda qaysi taraflaridan ko'rsatasiz? Bitta o'zingiz. Mana xudo xolasa ko'rib turib, mana past tarafda betagiga. Faqat tepa go'rda nima illatmoqchiman endi. Betagiga. Mana past taraflari, hosil solinishi, hosil kelishi. Mana bu yoq tarafga operatorimiz. Keling bu yoq taraf. Voy, mashalloh. Bu yoqlar yirik bo'lib ketgan. Mana bu holatlarda mana o'sha hosillarimiz yirik. Mana bir xil sifatda kelyapti. Mana mashalloh kislarini. Mana. Umid aka, dehqonchiligingizga Alloh baraka bersin. Alloh xayrli qilsin. Juda ham go'zal, juda ham sifat. Bizani olib kelgan mahsulotimizni shunchalik yuzaga chiqarib berganingizga sizga katta rahmat aka. Yaxshi alloh yana. Inshaalloh kelgusi yilda ham sizga sifatli urug'lar yetkazib beramiz va kerak bo'lgan maslahatlarni bemalol so'rayvering. Bizda faqat maqsad bitta urug' sotish emas, oxirigacha saparovajdeniyasini ham olib borib beramiz. Tekinga, hech narsasiz. Sizga rahmat. Dehqonchiligingizga Alloh baraka bersin. Rahmat. Boringizga shukr.